Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz. Mana biz Toshkent viloyatiga bitta mijozimiz Samat aka degan akamizga 5000 ta kavrak ko'chatlarini olib kelib ekib beruvdik. Hozir shuni qanaqa rivojlanganini, holatini o'rganish uchun keldik. Juda ham chiroyli o'zgargan ko'chatlarimiz. Hozir bittasini ochib ko'rdik. Juda ham endi biz barmoqda, qalamchada ko'chat berganmiz. Hozir rivojlanganini ko'rib, o'zimiz ham hayratda qolyapmiz, chunki yeri kuchli, qora tuproq sifat yer ekan. Havasimiz keldi, Alloh ziyoda qilsin. Samat aka, mana o'zingiz tanishtirib yuboring, joyni tushuntiring. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, mana To'ytepa Nurafshon shahardamiz, Qushliydamiz. Nechta ko'chat olgansiz? 5000 ta ko'chat oldim. 5000 ta ko'chat olgan aziz obunachilar. Mana ko'chatlarni hozir kavlab ochib ko'rdik. Mana aziz obunachilar, juda ham zo'r rivojlangan.